Kecha kozak burlarimiz Kayrat Interga qarshi 1-2 o'ynashdi. Ammo sizdan so'ramoqchiman. Kecha Timirlan Anarbekov nima qilganini ko'rdingizmi? Qozog'istonlik yosh yigit hammaga haqiqiy qozoq qal'asi qanchalik o'tib bo'lmasligini ko'rsatdi. Ular boshlarini ushlab, nima qilishni bilmasdi. Bu 22 yoshli yigit ularni shunchaki o'tkazib yubordi. Zo'rg'a 2-1 hisobida g'alaba qozonishdi. Ammo yana xarakter. 6 ta seyv. Va bular oddiy seyv emas, bilasizmi? Qandaydir oson seyv emas. U haqiqiy mahorat ko'rsatdi. U mushukday chaqqon harakat qildi. Qarang, hozir bir-biriga. O'tib bo'lmaydi. Yigitlar, Qozog'iston xotirjam uxlashi mumkin. Kayrat darvozasida shunday devor turganida haqiqatan dam olsa bo'ladi. U o'yinning eng yaxshi o'yinchisi bo'lishga loyiq, rostdan ham. Hech bo'lmaganda Kayratda aniq. Qarang, u qanday sakraydi. Kanalga obuna bo'lib, like va komment qoldiring.